الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم مرحمة قلده نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. شنو أشرح قوله biroz ruxsat so'rab qo'yishlik maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Hozir odob haqida gapirildi, musulmonlik bir axloq haqida. Chunki o'sha yozishni to'xtatsanglar, shu maqsadga muvofiq bo'lardi. Subhanalloh. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib, "Astagfirullah, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin." Ey Muhammad alayhisalom, biz sizga mana shu Qur'onda qissalarning eng go'zallarini so'zlaymiz, vaholanki siz bu qissalardan g'ofil edingiz deydi. Ya'ni bu qissalarning qadrini Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat bilan belgilab beradiki, qissalarning eng go'zali deb Alloh taolo o'zi baho beryapti. Modomiki siz bilan bizga Alloh taolo mana shu qissalarni eshitishlik, fahmlashlik berilibdi, endi buni shukrni ado qilishlik kerak bo'ladi. Bu qissalarda eshitishlikda shukr qanday ado bo'ladi? Undan olingan ibratlarga hayotda amal qilishligi bilan bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Va izta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar mana shu menga bergan ne'matlarimni shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman dedi. Alloh taolo ana shu shukrga ado qiladigan shokir bandalardan qilgan bo'lsin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Samud qavmiga yuborilgan Solih alayhisalom haqida gaplashgan bo'ldik. Va u qissadan bir qancha xulosalar olindiki, eng asosiy olinadigan xulosasi shuki, Alloh taolo bir bandaga la ilaha illalloh kalimasini, qalbiga iymon degan ne'matni berishlikni xohlamasa, insonga bitta emas, 100 ta tuyani toshdan chiqarib berganda ham so'yib yeb qo'yishaverar ekan. Ya'ni bu qissalarda agar biz Qur'ondan boshqa joyda eshitganimizda rostmikin deb shubhaga borishimiz mumkin edi. Lekin Qur'onda bayon qilinganligi uchun bularning haqligida shubha qilinmaydi. Demak, bandalarga berilgan eng katta ne'mat bu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh ne'mati ekan. Mana u qissadan olgan xulosalarimiz shundan bo'ldiki, ana shu tuyani ularning talabiga ko'ra, ana shular aytgan sifatga ko'ra Alloh taolo yaratib berishiga qaramasdan, baribir Allohga osiy bo'lishdi. Demak, insonning hidoyatga kelishligiga mo'jiza yoki bir masala sabab bo'lmaydi, Alloh taolo agar o'zi iymon degan kalimani bermasa. Va yana ko'rdikki, ana shu tuyani oyog'ini sindirgan kishi haqida Alloh taolo aytdi, "Idin ba'ata ashqoha." Tuyani o'ldirishlikka o'zini qavmidagi eng badbaxtini yuborishdi deydi. Ya'ni biz hayotda bir odamga yaxshi yomonga baho berayotganimiz u bizni bahoyimiz. Odam sifatida odamga baho beramiz. Lekin bu kishining badbaxtligini Alloh taolo o'zi aytayaptiki, avvalgilarda yashab o'tganlarning eng badbaxti bu ana shu Xudor ibn Salif ibn Jib deyildi. Ana shu tuyani oyog'ini kimdir sindirishlik kerak edi. Shu ishni kimdir qilish kerak edi. Allohga hamdlar aytaylik birodarlar. Siz bilan meni ana shu ishda ishlatmabdi. Chunki Alloh qodir edi. O'sha zamonda yaratib turib, ana shu tuyani go'shini yeganlar qatoriga qo'shib qo'yishlikka Alloh qodir edi. Alhamdulillah deylik birodarlar. Bu ne'matni shukrga ado qilaylik. Alloh taolo o'zi bir tavfiq bersin. Mana qavm o'zini talabidagi mo'jiza kelishiga qaramasdan osiy bo'lgandan keyin, balki ana shu tuyani so'yib yeb qo'yishganidan keyin Alloh taolo ularni qanday vayron qilganligini ko'rdik. Va ularda hozirgi kunda maskanlari borligini o'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tgan bo'ldik. Madinaning shimoliy g'arbida, Madinadan taxminan 380 kilometr masofada ana shu Samud qavmining maskanlari mavjud. Alloh taolo aytadi, aql ishlatmaysizlarmi? Eslatma olmaysizlarmi? Ular haqida agar Qur'on bizga so'zlamaganida, biz ular haqida eslamasdik ham, hech kim ularni bir nomini ham zikr qilmagan bo'lar edi. Mana undan keyingi qissaga o'tadigan bo'lsak, bu Qur'ondagi eng nodir, eng shirin qissalardan bu Ibrohim alayhisalom qissasi. Inshaalloh bu qissa bir necha suhbatimizni oladi va Qur'onda bu qissani
qanchalik qadri balandligi mana 25 ta surada Ibrohim alayhisalom haqida so'z yurganligi o'zi bir hujjat bo'ladi. 25 ta surada 73 o'rinda zikr qilingan. 73 ta o'rinda Ibrohim alayhisalom qissasi zikr qilingan. Bu suraning qadri qanchalik balandligiga bir ishora qiladi. Qur'ondagi eng katta qissa Musa alayhisalomning qissasi. Undan keyingi o'rinda Ibrohim alayhisalomning qissasi turadi. U kishi payg'ambarlarning otasi, ulul azm minar rusul bo'lgan ana shu payg'ambarlarning biri, Ibrohim Halilulloh. Qissani boshlar ekanmiz. Ibrohim alayhisolamning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz u kishi Allohga tavakkul qilishlikda ustoz bo'lgan kishilar. Bugun ana shu Allohga qilgan tavakkulini agar vaqtimiz yetsa bitta haqida ko'proq so'z yuritamiz. O'zi shu bittasi 3 soat vaqt olishi kerak, lekin biz basharmiz, toqatlarimiz cheklangan, ana shu uyqular kelib ketgunga qadar gapiriladi inshaalloh. Bugun o'z ozgina kech qolyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Solihlarning qavmi halok bo'lgandan keyin insonlar yana bir muddat tavhidda turishdi. Vaqt o'tishi bilan yana ana shu avvalgilarda oqibatidan ibrat olishlik insonlarning hayoldan ko'tarildi, esdan chiqarishdi. Alloh taolo mana shaytonga qiyomatgacha yashashlikka izn bergan edi, vasvasa qildi, yana insonlar shirkka, kufrga qaytishdi. Falastin, Falastin, Iroq, Misr hamma yerlarda insonlar yana kufrga qaytdilar. Bu safar Alloh taolo payg'ambarlarning eng ulug'laridan bu ulamolarning e'tirofiga ko'ra o'zi shunga hujjatlarimga aniq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyingi o'rinda turadigan payg'ambar bu Ibrohim alayhisalom hisoblanadi. Abul Anbiya, payg'ambarlarning otasi. U kishi haqida Alloh taolo astagfirullah va Ibrohim allazi vaffa dedi. U vafo qilgan Ibrohim dedi. Alloh taolo qanday buyruqni bajarmasin, u kishi vafo qildi buyrug'iga. Va Ibrohim allazi vaffa. Ibrohim ibn Tarix, shuningdek Azaram deb nomlanadi. Ozar. O'zi asli ismi Tarix bo'lgan. Ozar degan so'z ularning tilida ana shu davrda odamlarga yordam ko'p ketgan bo'lgani uchun yordamchi degan ma'noda bo'lgan ekan. O'zi asli ismi Tarix bo'lgan, lekin laqabi Ozar bo'lgani uchun Ibrohim ibn Ozar deyiladi. Asli Ibrohim ibn Tarix. Ibrohim alayhisolamning zikri Qur'onda 25 ta surada 73 ta o'rinda zikr qilingan bo'ldi. Ibrohim alayhisalom Som ibn Nuh sulolasidan. Iroqning shimolida yashardi. Bobil degan shaharda. Bobil shahri nihoyatda bir katta shaharlardan bo'lgan. O'zining zamonasidagi eng birinchi shaharlardan bo'lgan. Va butlarga sig'inishlik mana shu yerda avjiga chiqqan bo'ladi. Astagfirullah va qala innama ittaqattum min dunillahi awsana mawaddata baynikum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd va yal'anu ba'dukum ba'da va ma'wakum an-nar va ma lakum min nasirin. Ibrohim alayhisalom qavmiga aytadiki, albatta sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilishingni o'qidinglar. Qiyomat kunida biringlar ikkinchilarga kofir bo'lasizlar va biringlar ikkinchilarga la'nat o'qiysizlar. Qiyomat kunida hech kimni tanimaydi. Bu hammamizga aniq bo'lgan narsa. Yawma yafirrul mar'u min akhihi deydi Alloh Qur'onda. Kishi o'zini akasidan tonadigan. Otasidan, onasidan, bola chaqasidan tonadigan kun. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. İbrahim otasiga va qavmiga qarab aytdiki, bu sizlar sig'inayotgan timsollar, butlar nima? Sizlar e'tikof qilasizlar bularga. Ular aytdilar, otalarimizni mana shu butlarga ibodat qilayotganligini topganmiz va shu narsada davom etib ketyapmiz. Boshqa oyatda Alloh marhamat qiladi. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. İbrahim otasi va qavmiga nimalarga ibodat qilyapsizlar deb so'radi. Ular aytdilar, butlarga. Ularga shu ibodat qilishga davom etamiz. Ibrohim alayhisalom so'radi, sizlar duo qilsalar ular eshitadimi? Yoki sizlarga bir foyda yoki ziyon keltiradimi? Qavm javob berdi, otalarimiz shunday qilayotgan edi, biz ham otalarimiz shuni ota-bobomiz qilib kelayotgan ishlayapti-da, endi biz o'zimizni tilga o'rganadigan bo'lsak, demak bu shirk otalardan meros qolgan. Ibrohim alayhisalom ularni ogohlantirdi. Inson ilohga nima uchun sig'inadi aslida? Biror bir ziyonni undan qaytarish uchun, biror bir manfaatni keltirish uchun.
Biroq musibatni to'sishlik uchun va hayotini tartibga keltirib berishlik uchun Allohga sig'inadi. Lekin bu butlar bularni birortasini qilishlikdan ojiz edi. Bu aloqalar na foyda keltira oladi, na ziyon keltira oladi. Ya'ni ba'zilarimiz hayotimizda shu o'rnashib qo'ygan bir shirkka o'xshagan bir narsalar bor. Tumorga o'xshagan yoki ko'zmonchoqqa o'xshagan. Bular zotida hech narsa qila olmaydi, agar Alloh xohlagan bo'lsa. Shuning uchun Alloh taolo aqlni nimaga bergan? Aqlni ishlatib Alloh taolo tanishlik uchun bergan. Ya'ni bu butlarga sig'inishlik, u narsalardan bir yordam kutishlik, taqana qoqib qo'yish, shunga o'xshagan ishlar bu shirkdan o'zi bo'ladi. Va laqad atayna Ibrohima rushdahu min qabl va kunna bihi alimin. Biz Ibrohimga hidoyatini ato etgan edik, bu haqida xabardor edik, biluvchi edik. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Maryam surasida zikr qiladi. Da'vatni otasidan boshladi Ibrohim alayhisalom. Da'vat birodarlar, Alloh diniga targ'ib qilishlik ko'chadan bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni qabul qilgandan keyin kimdan boshladi? O'zini xonadonidan boshladi. Shuning uchun biz avval bolaga bir gapni gapirishdan burun o'zimiz yaxshi amal qilgan bo'lsak, bizdan qiyomatda so'raladigan kishilar bu xonadonimiz. O'zingizlarni va ahli ayolinglarni, bola chaqanglarni jahannam o'tidan saqlab olinglar demadimi Alloh? Agar biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizni o'rnicha tarbiya qila olmayapmiz. O'zimizni ustimizda o'zimiz hukmron bo'la olmayapmiz. Endi birovga bir gagani qattiq tortayotgan mahalda insof qilaylik. Xonadonimizga qaraylik. Namoz o'qimayotganimiz qancha, zikr qilmayotganimiz qancha, televizor paydan 20 ta soat chiqmayotganimiz qancha. Shog'i o'zi avval o'zing ko'r deydi, og'rimasa boshqa ko'r deydi. Boshqadan talab qilishdan buni o'zimizning uyimizga qaraylik. Demak, Ibrohim alayhisalom kimdan boshlayapti? Otasidan. Mana shu kitobda Alloh taolo Ibrohimni eslaylar. Vaqtiki u o'zining otasini da'vat qildi va albatta u siddiq nabiylardan bo'lgan edi. Otasiga aytdi: "Otajon, nimaga eshitmaydigan, ko'rmaydigan va sizdan biror narsani nari qilolmayganga sig'inasiz? Ey otajon, albatta menga Alloh tomonidan ilm keldi, bu ilm sizga berilmagan edi. Menga ergashing, sizni to'g'ri yo'lga yetaklayman. Ey otajon, shaytonga ibodat qilmang. Shayton Allohga, Rahmonga osiy bo'lgan edi. Ey otajon, albatta men sizga Rahmon tomonidan alamlantiruvchi azob kelishidan qo'rqaman va shaytonga do'st bo'lib qolishingizdan qo'rqaman." E'tibor bering. Otajon, otajon, otajon. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Parvardigoringiz diniga hikmat bilan, chiroyli ma'ruza bilan da'vat qiling. Idfa billati hi ahsan, fallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Alloh aytadi Qur'onda: "Fattaqulloha va yu'allimukumulloh." Allohdan sizlar qo'rqinglar deb, hamma o'zini o'rgataman. Hamma o'zini o'rgataman. Biz juda ko'p hayotdagi muammo kamchiliklarimizni o'zimiz hal qilayotgan odamlarga o'xshaymiz-da. Sahobalar Allohga tamomiy taqvo qilganligi uchun Alloh taolo har qanday ishni o'zi o'rgatdi. Subhanalloh.